Cristiano Ronaldo ketdi, Sergio Ramos ketdi, Marcelo ketdi. Ana endi Dani Carvajal ham ketmoqda. Bu safar Bernabeu shunchaki bir futbolchisi bilan emas, butun boshli tarixi bilan vidolashadi. Qarib borayotganingni oxirgi afsona ketganida his qilasan ekan. Dani Carvajal shu shanba kuni oq libosdagi so'nggi o'yinini o'tkazadi va shundan keyin tarixdagi eng buyuk Real Madrid jamoasidan hech kim qolmaydi. Chempionlar Ligasining buyuk tunlarini o'z uyidek qilgan o'sha avloddan hech kim qolmaydi. Cristiano, Ramos, Marcelo, Casemiro, Benzema, Kroos va Modric ketdi va oxirida faqat u qolgandi. Dani Carvajal. U bugungi Real Madrid bilan shonli davrni boshidan o'tkazgan Real Madridni bog'lab turgan so'nggi ip edi. Valdebebasdagi ilk poydevorga Di Stefano bilan birgalikda g'ish qo'ygan futbolchi ketyapti. O'z imkoniyatlarini isbotlash uchun Germaniyaga ketib qaytishga erishgan akademiya tarbiyalanuvchisi ketmoqda. Real Madrid sharafini hammadan ko'proq himoya qilgan Pitbull ketmoqda. Cristianoning mashhur qaychi uslubidagi goliga mukammal assist bergan futbolchi ketmoqda. 15 ta chempionlik finalda gol urgan inson ketmoqda va eng muhimi Real Madrid tarixidagi eng yaxshi 10 qanot himoyachisi ketmoqda. Shuning uchun uning xayrlashuvi oddiy xayrlashuv emas. Bu bir davrning yakuni. Qadamini oddiy bir g'ish qo'yish bilan boshlagan va oxirida osmonlarga yetgan akademiya bitiruvchisining so'nggi raqsi. Dani, umid qilamanki Bernabeuda shanba kuni sen bilan munosib tarzda xayrlashishadi. Carvajalning Real Madriddagi so'nggi Atletik Bilbaoga qarshi o'yinini 23-dan 24-may sanasiga o'tar kechasi soat 00:00 da jonli efirda hech qanday qotish yoki uzilishlarsiz tomosha qilishni istasangiz, hoziroq profilim opisiyaniyasida link ko'rsatilgan Telegram kanalga obuna bo'lib qo'ying.